Hazarasda ko'rinmas chiziqlar davri chiziq yo'q, ammo bosting deyishyapti. Hazaras tumanidagi holatlar tobora qiziq tus olmoqda. Yo'lda chiziq deyarli ko'rinmaydi. Piyodalar o'tish joyi ham o'chib ketgan, kamera ham yo'q. Ammo shunday sharoitda haydovchiga chiziqni bosting degan mazmunda jarima kelgan. Ayni paytda tumanning markaziy ko'chalarida quvur o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Yo'llar kovlangan, ag'dar-to'ntar, asfaltning o'ng tomoni deyarli abgor holatda. Tabiiyki, haydovchilar mashinasini saqlab qolish uchun yo'lning nisbatan butun qismiga chiqishga majbur. Lekin mana shu majburiy harakat kimgadir yoqmay qolgan ko'rinadi. Natijada haydovchiga chiziqni bosting degan da'vo bilan jarima yuborilgan. Savol tug'iladi, qaysi chiziq qayerda, u yer ostidami yoki faqat apparat xotirasidagina bormi? Bundan ham qizig'i, piyodalar o'tish joyi mashhur zebra ham deyarli ko'rinmay qolgan. Belgi yo'q, chiziq yo'q, ammo qoida bor deb hisoblanadi. Demak, Hazarasda yangi format ishlayapti. Qoida virtual, jarima esa real. Videolar va voqea joyidan olingan tasvirlar yo'lning haqiqiy holatini yaqqol ko'rsatib turibdi, ammo aqlli apparat uchun bu ahamiyatsiz. U asfaltni emas, faqat hisob-kitobni ko'radi shekilli.